Hey, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qarayman nimaga? Men siqilib o'tiribsiz. Narxozdan gapiramiz, olishimiz kerak bugun. Faqat joy topolmayman olishga. Mana mushoira bilan birgalikda Zakovat zalida zo'r qaynoq intervyularni mana shu yerda olamiz. Nafaqat Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, balki boshqa universitetlarda ham tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qaysi universitetdan keldingiz? Biz Milliy universitetdan keldik. Iqtisodiyot fakulteti. Sizchi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Qaysi universitetdan keldingiz? Assalomu alaykum. Sizchi? Assalomu alaykum. Toshkent tibbiyot akademiyasi. Assalomu alaykum. Siz? Toshkent xalqaro Vestminster universiteti. Terma jamoa bo'lib keldinglar, to'g'rimi? E'londa ko'rdinglarmi? Qanaqa keldinglar? Bizning gruppamiz bor edi. Respublika faollari degan Abjabor Inomqulov ochgan, o'shani ko'rgan. Aha, bizni loyihamiz Narxozdan gapiramiz loyihasi. Bir necha savollar berib o'tamiz. Narxozdan gapiramiz loyihasi. Ha. Alohida intervyu olishimni so'radilar. Ты крыса! Darsdan keyin birinchi qiladigan nima? Vaqtga qarab ovqatlanish, uyga ketish. Ovqatlanishmi? Yo'q, uyga ketish. Uyga ketish. Xo'p. Sessiyaga tayyorlanishning sizdagi eng g'alati usuli bormi? Eng g'alati usuli ko'chadan dars sotib olib o'qish. Shu oylikkacha 10 so'mgina berib turamizmi? Talaba emas agar. Agar What? yashamasa. Yashamasa. Darsda emas agar. Ajoyib. Darsda emas agar. Ha? Darsda emas agar. Gruppadagilarini eshitmasa. Judayam ajoyib. Endi kursdoshlaringiz bir ta'riflab o'tasiz. Kursdoshlarning gruppasiga borib qo'yasiz. Eng uyquchi sinfdoshingiz kim? Kursdoshingiz. Bu savolga aniq javob bera olmaydi, chunki bizda har semestr guruh almashadi-da. Menda shu paytgacha 6 ta guruhim bor, birontasini ishlab qila olmaganman. Uzr. Demak, boshqalarni ayta olmaysiz. Bo'ladi, tez aytib ko'raman. Men siz bilan bir masala bo'yicha mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Men siz bilan bir mavzuda mashmalashmoqchiman. Mashmalashmasangiz ham mashmashalaman. Tushunamida? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, sessiya o'tadi. Yana bir marta. Tez aytishmadi. Aytaroling. Men siz bilan bir masala bo'yicha mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman. Siqilmang demoqchiman. Bizda sessiya degan narsa yo'q. Bizda shunchaki imtihonlar va imtihonlardan o'tishimiz juda ham oson. Bizning universitetda Meni ishdan haydashdi. da imkoniyatlar juda ham keng. Bizda klublar boshqalar bor. O'shaning uchun aytmoqchiman, siqilayotganim yo'q. Aka bering. Xo'sh, bizda keyingi nishonimiz Bexga. Assalomu alaykum. Xo'sh, bu Narxozdan gapiramiz rubrikasi. Sizga qisqacha savollarimiz bor. Matematikadan bo'lsa ham javob berasizmi? Harakat qilaman. Ingliz tilidan bo'lsa-chi? Mayli. Ekonometrikadan bo'lsa-chi? Yo'q. Mayli, qarang. O'tdi, matematikadan birinchi savol. Talaba emas agar Matematika o'qituvchisidan gap eshitmagan bo'lsa. Tushunarli, eslab qolinglar. Xo'sh, talabalik oltin davri deyishadi, lekin nech proba oltinligini aytishmaydi. Siz uchun talabalik nech proba oltin? Bilmadim, eng topi bo'lsa kerak. To'g'ri, chunki BSC o'zining koordinator faoliyatida har bir talaba uchun eng to'pli oltin davrida yaratiladi. Yaxshi. Eng birinchi pishirgan ovqatingiz nima bo'lgan? Osh. Oshmi, shovlami? Osh chiqqandan keyin. Birinchi marta osh qilganimda osh chempionatida birinchi o'rin olganman. Maqtov yorliq olib chiqinglar. Guldiroz olqishinglar bo'lsin. Beringlar. Demak, eslab qo'yinglar. Narxozdan gapiramizda tarixiy lavha. Biron kun BSC bizga osh qilib beradilar. Nasib inshaalloh. Bo'ldi. Faqat masalliq bizdan bo'ladi, bu aniq. Mayli aka, rahmat. Charchaning, salomat. Topib oldik va ularga tuzatishlar aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib kayfiyatlarini so'raymiz. Ajoyib.
Ajoyib. Kayfiyatingizni o'zi kim ko'taradi? Kayfiyatimni o'zim. Oxirgi marta kimni kayfiyatini kuldirdingiz yoki kimni kayfiyatini ko'tardingiz yoki kuldirdingiz? Uydagilarim xos bo'lsa. Tez aytishni aytib o'taman. Xo'p. Tovuq sovuqda sovqotadimi, sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi, sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi, sovuqda tovuq sovqotadimi? O'y tez aytdi. Endi ko'zim ochildi. Men katta ish boshlaganman. Tovuq sovuqda sovqotadimi, sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi, sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi, sovuqda tovuq sovqotadimi? Mexanizatsiyalashtirmayotganliklaringizdandir-da. Hozir. Mexanizatsiyalashtirilmayotganliklaringizdandir. Hop. Men siz bilan bir masala bo'yicha mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Men siz bilan bir narsa bo'yicha mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman, mashmashalamas. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday, u unday, bu bunday. Mashmashalashmay qo'ya qoling. Juda ham yaxshi kayfiyatingizni ko'targanimiz uchun ham xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omad sizlarga. Xo'sh, hozir biz ham shoira ko'zamiz bu yerda ko'rishinglar mumkin. Juda ko'p talabalar bor, mana. Ko'pdan ko'p bu yerda hozirgi damda faqat Toshkent davlat universiteti emas, boshqa universitet talabalari ham bor. Hozir bularga biz qiziqarli savollar berib, talabalik haqida ajoyib ruhiyatda bilib olamiz. Qani ketdik. Xo'sh, narxozdan gapiramiz rubrikasi. Assalomu alaykum. Ismingiz? Sarvinoz. Sarvinoz? Tushunarli. Bizda bir ikkita savollar bor. Javob berishga tayyormisiz? Tayyorman. Ingliz tilida bo'lsa-chi? Tayyorman. Rus tilida bo'lsa-chi? Tayyorman. Fransuzchada bo'lsa-chi? Yo'q, fransuz tilida. Tushunarli. Xo'sh, bizda birinchi savol. Talaba emas agar talaba emas, agar sessiyaga bir kun qolganda, oraliq sessiyalarga bir kun qolganda tayyorlan boshlamagan bo'lsa. Demak, Sarvinoz bir kun qolganda tayyorlanadi, qolgan vaqtni maza qilar kelar. To'g'ri. Tushunarli. Kursosh emas agar Kursosh emas, agar o'tirishlardan qolib ketgan bo'lsa. Bizlar chopilgan odamga duch kelib qolibmiz biz hozir. Xo'sh, eng birinchi qilgan ovqatingiz nima bo'lgan? Eng birinchi qilgan ovqatim osh. Necha kishi yemagan? Hamma yegan. Hamma yeganmi? Keyin to'g'ri 16 ga oshqozon yuvishga. Abdulajon, shakarsan, shakar. Assalomu alaykum qizlar. Qizlar jamoasini topib qoldik. She'rlarni zo'r ekan, nima ish qilasizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Kayfiyatinglar? A'lo darajada. Bunaqa boshqa kutib o'tdim. Shoira men temamni o'qib ketdi. Juda ham zo'r. Qaysi universitetdan keldinglar? Universitet. Aytamiz. Hech kim bilmasin. Yo'q, aytishadi bamash. Bizda loyiha bor. Narxozdan gapiramiz. O'sha loyiha bo'yicha sizlarga bir ikkita savol berib o'tamiz. Kayfiyatinglarni ko'tarishga. Darsdan keyin birinchi qiladigan ishinglar nima? Qizlar muammosi. Sessiyaga tayyorlanishning sizdagi eng g'alati usuli. Qanaqa usullar bilan tayyorlanasiz o'z sessiyaga? Bir kun qolganda. Rais ham so'g'organ, tabrikchi ham, brigadir ham so'g'organ, kelgan odam so'g'organ. Bir talaba. Ismingiz? Assalomu alaykum. Rushana. Ruhshona? Rushana. Rushana. Tushunarli, tanishganimizga xursandmiz. Qaysi fakultet? Anaqa soliq. Soliq? Tushunarli. Agar fakultet tomga o'xshatadigan bo'lsak, soliq fakulteti qaysi tomga o'xshagan bo'lardi? 5 barmoq. Nimaga imini 5 barmoq? Bilmayman, assotsiatsiya shunaqada. Demak, 5 barmoq yemoqchi bo'lganlar soliq fakultetidagi Rushanaga bor. Qayerda? Bilasizlar. Tushunarli, bizda keyingi savol. Talabalik oltin davri deyishadi, lekin nechta proba oltin ekanligini aytishmaydi. Siz uchun talabalik nechta proba oltin? Oh my god. Bilmayman, oltin taqmayman. Demak, kumush. Kumush ekan. Javoblaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Mana nihoyat biz keldik. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshi? Rahmat. Kayfiyatlaringiz? Zakovatga keldinglar. Nima maqsadda g'olib bo'laman deb o'ylaysizlarmi? To'g'risi koordinator edik.
lekin jamoalarga o'tirib ishda. O'zinglar ham qiziqdinglar. Bir ikkita savollar berib o'tamiz. Narxozdan gapiramiz loyihasi. Sessiyaga tayyorlanishdagi sizdagi eng g'alati usul bormi? Eng g'alati usulmi? Bir kun qolganda tayyorlanish. Bir kun qolganda hammada shu. Sessiya vaqtida talabalarning eng yaqin do'sti kim bo'ladi deb o'ylaysiz? Eng yaqin do'sti miyasi bo'ladi. Miyasi. Chunki ba'zi bitta o'rtag'iz bilan gaplashib turib kirasizda, keyin uni boshqa joyga o'tkazib qo'yishadi, yo gapingizni eshitmaydi, shuning uchun eng yaqin do'sti miyangiz bo'ladi. Endi kursdoshlarni bir ta'riflaymiz. Eng uyquchisi kim? Eng uyquchisi Farangiz bor. Agar mabodo ko'rsa, biladi shu. Oldin bolalarni bemalol urardik. Hozir mana telefonlar chiqqandan keyin bularni urib bo'lmay qoldi. Farangiz ko'rib turgan bo'lsangiz, eng ko'p gapiradigani Asad. Asad. Aha. Ko'p ustoz oldida gap olib qochirgan bittasi bo'ladi-ku. Bu ham Asad. Savol bersa, savolga javob bermaydi, lekin juda ko'p gapiradi. Asad ko'p gapirmang, bo'lmasa ommaga chiqib gapirishyapti. Bo'ldi, boshlandi. Mayli, sog' bo'ling, salomat. Rahmat, rahmat. Sizga bu aura his qildingizmi? Juda zo'r aura bo'ldi. Haqiqiy mushoira ob-havosi yurgandek bo'ldim. Albatta, nafaqat Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, balki boshqa universitetlarda ham tashrif buyurishdi va albatta kayfiyatlarni ko'tarishga umidamiz. Ha, talabalar bilan juda qizg'in suhbat bo'ldi. Agar sizda keyingi talabalarim uchun savollaringiz bo'lsa, izohlarga chiqib qolamiz va biz ham shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Albatta, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.